hech nimani o'zgartirmasdim. Hech narsadan afsuslanmaysiz. Hech nimadan afsuslanmayman. Ko'pchilik bilan gaplashib suhbat qilyapman. Kimdir qadriga yetgan bo'lardim, ya'ni ota-onamni qadriga yoki aha. Otamni vaqt yo'qotganman shunga. Atak hech nimadan afsuslanmayman. Yo'q. Endi xato hammada bo'ladi. Ko'pchilik xatoim yo'q deyapti. Yo'q, xatoni hamma qiladi. Lekin shu xatoim evaziga mukofoti ham bo'lgan. Shunga hozir shukr qilaman shu. Hammasi yaxshi. Hammasi, alhamdulillah, hammasi shukr. Oilam tinch, farzandlarim bor. Yana nima kerak bu? Onam baxtimga solih. Hayotimni o'zgartirgan bo'lardim qaytadan. Yangi hayot boshlardim. Shu Qilgan qaysidir xatolaringizni qaytarmagan bo'lardingiz Ha, yoki shu. xatolaringizdan afsusdamasmisiz? afsusdaman. Hech narsa. Hech qanaqa afsuslanadigan ishlar Yo'q, siz yo'q. hammasi joyida. Hech narsani o'zgartirmasdim. Kimlar bilandir gaplashganimda xatolarimni qilmagan bo'lardim yoki qaysidir yaqinimni qadriga yetgan bo'lardim degan javob berishyapti. Sizda qanaqa? Yo'q, xatolarim, hozirgi darslarim meni. Men o'sha xatolardan dars olganman. Keyingi yillarga shu xatoni takrorlamaslik uchun. Agar o'sha xatolar bo'lmaganda, men hozirgi aql darajamga yetmagan bo'lardim. Menda hammasi yaxshi. Kimdir qadriga yetgan bo'lardim degan savolgachi? Yo'q, hammani qadriga yetaman men. Hammasi yaxshi.